Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana Valijon Abdullayev. Charchamayapsizlarmi? Dehqonchiliklar yaxshi bo'lyaptimi? Qor, sovuqlarda qiynalmayapsizlarmi? Allohga omonat. Xo'sh, men bir ko'zni quvvattirgan narsada bugun ulashmoqchi bo'ldim. Hozir mana harorat 15 gradusga sal ko'tarildi. Havo aylantiradiganlarni o'chirmadik. Meni quvontirgan narsa arilarimiz changlatgani ko'zni quvontirdi mana. 10 gradusdan oshadi уже ishlashyapti bular. Hozir men ko'rsataman. Bu yerda mana shimelarimizdan soqat qopdi. Bu yerda qolib ketgan. Arilarimiz changlatyapti. Bu bakfus arilari. Yana qisqa saroroq bo'ladi. Mana bu tomonlardan. Bu Solhan. Endi namlikni baribir 100% ligirovka qilish qiyin. Mana ozgina kasallikdan alomatlar boshlanyapti. Birinchi gulshodalar mana. Ikkinchi gulshodalar. Mana kasallikning alomati. Endi hozir ishonasizlar, dori ham chachanmayapmiz, ozuqa ham bera olmayapmiz. Sababi haftalab yomg'ir. Allohning ne'mati. Allohdan butun mamlakat bo'ylab yomg'ir so'raganmiz. Alloh berdi yomg'irni. Mayli. Ko'pchilikka bo'lsin iloyim. Yomg'irlar yog'aversin. Endi Allohning aytgani bo'ladi. Mana birinchi gulshodalar, ikkinchi gulshodalar ham yetib keldi mana. Bu birinchisi, bu ikkinchisi mana. Xudo xolasa ertadan dushanbadan yomg'irlar tinib, quyoshli kunlar bo'lyapti inshaalloh. Ozuqalarini, kasallikka qarshilarini berishni boshlaymiz xudo xolasa. Qisqacha ma'lumotimiz shu. Endi bu bakfus arilarni yaxshi tomoni o'ta o'zini urib o'lib ketmas ekan. Misol bitta uyani olsangiz, misol 600 ming u yoq 700 minglarga olsangiz, yashiqchasi bilan beradi. Mana bitta uylik bir uy bo'ladi. Ozroq qoladi. O'zingizga olib qo'ysangiz, xudo xolasa keyingi yilga ko'payib turadi inshaalloh. Biz buni Abdulloh degan bola bor Andijonda, shu boladan topdik. Boshqa viloyatlarda ham bo'lsa kerak bakfuslarlar. Endi mabodo topa olmasanglar aloqaga chiqsanglar, nomerlarini beraman. Hozir sotadimi, sotmaydimi bilmayman. Biz kuzda olgan edik, endi arilarni uxlatishga qo'ygandir balki. Kerak desanglar biz so'rab beraman. Mayli, tan joyinglar sog' bo'lsin. Alloh dehqonchilikka baraka. O'zingizlarni ehtiyot qilasizlar. Ma'lumot, hozir mana haroratimiz tashqarida mana simni chiqarib qo'yganmiz. 2,5 gradus bo'lyapti. Ichkarida pastda 10 gradus, 9.9, 100.9. Namlik 81%. Lekin atroflarni ochmadik. Lekin Kingsbury'ni ochamiz hozir. Ko'rasizlar. Biz yana bitta ma'lumot, quyoshni ko'proq ko'rish maqsadida salafanni birinchi salafanni tepagacha ochiladigan qilganmiz. Mana motorchilar qo'yilgan, tepagacha ochiladi. Lekin hozir tepagacha ochishni hojati yo'q. Hech bo'lmasa havoda aylantiramiz. Sababi biz koreyskiy oltin yutni eritib hidini chiqaradigan narsa qo'yganmiz. Hozir ko'rsataman. O'tgan yil ham qo'yilgan edi bu narsa. Bu motorchilar, koreyskiy motorchilar 304 deyiladi raqami. O'zi borib siz aytgan joyga to'xtab qoladi. Sababi mana bu yerda ligirovkalari bor. O'ng tomonga ochish ligirovkasi, chap tomonga ochish ligirovkalari bor. O'zi ochib to'xtab qoladi. Mana bu yerda oltin yut hidi kelyapti. Sababi biz kechki payt mana bu narsani yoqamiz. Profilaktiyaga kuniga
2 soat 3 soat yoqamiz. Agar kasallik ko'payadigan bo'lsa 5-6 soat yoqamiz. Bu aynan un shudring uchun foydali narsa. Zamburug'larga koreyskiy $60 olganmiz. O'zimiz olib keltirganmiz Koreyadan. Mana ozgina ochish kerak. Havo aylantirish uchun. Bizda Koreyada ishlaganimizda bu narsalar oddiy kichkina buraydigan apparatlar bilan, knopkalar bilan bajarilardi. Endi bizda iloji yo'q. Mana avtomat qo'ydik. Ustalarimiz qo'yib berishdi. Alloh rozi bo'lsin. Shu 24 voltlik adapter bo'lar ekan. Shkafning ichida. Ochib ko'rsatdim. Mana bu narsa. 220 ni 24 volt qilib beradi. Sababi bu Xitoy bo'lsa 220 ga ishlaydi, koreyskiylar bo'lsa 24 volt ishlaydi. Biz koreyskiy motorchilar olganimiz sababli to'liq ochadi. U oxirigacha sentrgacha borib o'zi to'xtab qoladi. Sababi mana bu yerda ligrovkasi bor. Qadamlarini o'zi hisoblasangiz bo'ladi. Bizga hozir oxirigacha ochish shart emas, shuning uchun o'chirib qo'yamiz buni. Mana shunday holat, mana ozgina chekkasini ochib qo'ydik, havo aylansin. Issiqxona ichidagi tandonda endi bu yer. Buni yaxshi tomoni issiqlikni yaxshi ushlab turadi. Keyin tepasigacha ochib qo'ysangiz, ari ham yaxshi yuradi, havo ham yaxshi aylanadi. Nimalar bloklar shunaqa qilib bo'lib qo'yilgan. Mayli, bugungi qisqacha ma'lumot shu. Tani joyinglar sog' bo'lsin. Alloh dehqonchilikka baraka bersin.